Mustaqillik, tinchlik va taraqqiyot. Bu tushunchalar doimo yonma-yondir. Xalqimizning tarixiy yutug'i, vatanimiz mustaqilligining 25 yiliga keng nishonlanayotgan shu kunlarda bu haqiqat yana bir bor o'z ifodasini topmoqda. O'tgan vaqt mobaynida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ham ulkan o'zgarishlar ro'y berdi. Jumladan kuni kecha Boeing 787 Dreamliner samolyoti mamlakatimizga olib kelindi. Shu munosabat bilan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz Nargiz Sobirovaning reportaji shu haqda. Orzu Liner O'zbekistonda Boeing 787-8 Dreamliner poytaxtimizning xalqaro aeroportiga muvaffaqiyatli qo'ndi. Milliyligimiz nafasi ufurib turgan zamonaviy Boeing 787 Dreamliner minglab yurtdoshlarimiz tomonidan tantanali ravishda kutib olindi. Seattledan Toshkentgacha 12 soat davom etgan uzluksiz parvoz chog'ida samolyotni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining ekipaj a'zolari boshqardi. Bu samolyotda biz uchuvchilar uchun juda katta imkoniyatlar yaratilgan, eng yuqori texnologik yangiliklar kiritilgan, yangi tizimlar o'rnatilgan, juda ham qulay. Shu fursatdan foydalanib, butun O'zbekiston xalqini, prezidentimizni, O'zbekiston havo yo'llari milliy kompaniyasi xodimlarini yangi samolyot uchib kelgani bilan va qolaversin O'zbekiston Respublikasining 25 yilligi bayrami bilan muborakbod etaman. Ushbu yangi samolyotning 50% kompozit materiallardan, 20% esa alyumindan tarkib topgan. Havo kemasining tashqi shovqin tovushi avvalgi modellarga nisbatan 2 barobarga pasaytirilgan. Uning yoqilg'i sarfi Boeing 767 samolyotiga qaraganda 10% ga kam. Mazkur Orzu layneri mustaqilligimizning 25 yiliga munosib sovg'a bo'ldi deyish mumkin. Shuni ta'kidlash kerak. Tez kunlarda Dreamliner xalqaro va mahalliy yo'nalishlar bo'ylab o'z qatnovlarini boshlaydi. Boeing 787 boshqa Boeing samolyotlariga qaraganda ancha xavfsiz va zamonaviy qulayliklarga ega. Liner uchish tezligining yuqoriligi sababli Toshkentdan Moskvaga ilgarigi vaqtga nisbatan 10 daqiqa, London va Parijga esa 20-30 daqiqaga tezroq yetib borish imkoni mavjud. Boeing 787 layneri ilg'or texnologiyalar asosida yaratilgan bo'lib, yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega. Uzoq parvozlar davomida ekipaj a'zolari va yo'lovchilar uchun barcha qulayliklar yaratib beriladi. Taqdimot jarayonida ommaviy axborot vositalari vakillari va poytaxtimiz aholisi Boeing 787 Dreamliner va uning qulayliklari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. Shubha yo'qki, yuksak kasbiy mahorat, puxta tayyorgarlik va yuqori mas'uliyat aviakompaniya mutaxassislari uchun ham mazkur yangi avialaynerni muvaffaqiyatli o'zlashtirishda asos bo'ladi. Nargiz Sobirova, Akmal Abduqodirov, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.